Urmoqchimisan? Ur, shundoq bir zikki qilaman, mazingni qochirishadi. Qo'lingni ol. Oke, mashinani ko'rib oldim, yaxshi ekan. Bo'ldi, probeki bilan kraskasini bitta tekshirtirib olaman. Oke, 4,5 bo'pti-da, 5 ta notarius yopilib qoladi. Notariusdan keyin qilaylik, prosta olib kelib joydan qarzim bor deb, o'sha qarzimni berib yuborardim-da. Bo'pti, oke, labzizga javobdorsiz. Notariusdan tekshirtirib olaman. Oke, bitta mahallani bolasimiz kelib sizni aldamasam kerak. Bo'ldi, oke, ketdik. Oke, assalomu alaykum. Siz Gentrani olib bo'ldim, notarius bo'ldim, oke. Kraskasini bitta ko'rib, egasi javob berdi. Sarchosh dokument qilishga, okey. Mayli, ko'rib ko'ramiz. Yuring, oke. Voy, men ikkita eshik almashgan ekan-da lekin. Oke, nima bo'ldi? Okey, mashinani to'liq proverka qilib bo'ldik. Bu mashinaning yonidan normal udar bor ekan. O'rta stoykasida ham bor, ikkita eshik almashgan. Bo'ldi, oke, hozir. Menga qara, mashka. Mashinaning udar yegan ekan-u. Qo'lingni ol. Olmayman, nima qilasan? Urmoqchimisan? Ur, shundoq bir zikki qilaman, mazingni qochirishadi. Qo'lingni ol. Menga qara, notarius qilib bo'ldingmi mashinani? Bo'ldim. Bo'ldi. Yedingmi? O'shaning uchun har doim mashina olishingdan oldin tekshirib olgin. O'zing qo'y bo'lsang, menda nima ayb?